Hammaga salom. Sizlar bilanman Darren Lovjon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Jigo Craft qanday kanal ekanligini gaplashamiz. Albatta video boshlanishidan oldin like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda biz boshladik. Stop! Nega qanaqa g'alatiroq grammatичный muzika qo'yib qo'yding sizlar? Bilmayman. Zerikishdan shunaqa muzika qilib qo'ydim. Yana bir bor stop. Biz videoni cho'zib o'tiramiz. Короче, biz vaqtni cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Короче, Jigo Craft bu agar siz Minecraft o'yiniga qiziqsangiz va o'zbek tilidagi kontentni izlayotgan bo'lsangiz, Jigo Craft kanali siz uchun yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lish orqali yangi videolardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin, deydi ChatGPT. Короче, vaqtni cho'zib o'tirmasdan bitta sirni men sizlarga aytishim kerak. Jigo Craft bu mening ikkinchi kanalim. Короче, hammaga xayr, sizlar bilan men Darren Lovjon bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha